Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Bugun Arafa, ertaga Qurbon hayiti, 3 kun bayram. Inshaalloh bugun kechki soat 21:00 da start oladigan Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi bahsdan so'ng butun O'zbekiston bayram qiladi. Inshaalloh Janubiy Amerika yashil maydonlarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani naqd qilib Toshkentga qaytamiz. Xudo xolasa duo qilamiz. Yigitlarni butun O'zbekiston kutayotgan o'yin bugun 35 yillik qora tugun an'anamiz yechiladigan kun. Al-Nahayon stadioni biz uchun yaxshi xotiralar bilan esda qoladigan kun bo'lsin. Inshaalloh O'zbekiston olg'a, butun O'zbekistonni sen biladi.